To'ylarga har kim har xil anaqada boradi, bilasizlarmi? Masalan, kimdir majburiyatdan boradi, kimdir o'yinga tushgani boradi. Menga o'xshagan odam yemoq ichmoqqa boradi. Mana shu tiqib kelsam bo'ldi, men qonimni to'ygizib. Endi shunaqa narsa bor ekan, yosh katta opalarda kelin ko'rgani kelishar ekan. Tayyor podium ekanda, uyga qizlar yuradi-yu, o'shalardan kelin istab kelishar ekan. Qizlar qo'qib ham qopti ba'zilar to'yga borishga. O'tashni qizi voqea bo'ldi. Hali joyda turibman, haligi to'yda markaziy banki bo'ladigan joy bor-ku, bitta baquvvat ovozi ham baland hola o'tiradigan joy. Hali kelgan sevatga qarab, ichidagi narsasiga qarab narsa solib beriladigan joy bor-ku, bilasizlar? Endi yeydigan narsalar hammasi ashidaligi uchun shu yaqinroq joyda turibman. Bitta opa oldimda turibdi. Bitta qiz shunday o'tdi. Rosa kelin qiladigan qiz bo'lib qopti-a dedi. Qarang, bo'ylari yetib bir surishtirib, akangizga ana qilsa bo'lar ekan dedi. Opa dedim, siz bu to'yda egalariga kim bo'lasiz dedim. Desamki, voy biz ham qarindoshimiz, prosta tak kelganimiz yo'q deydi. Kannachosa kelib olganga o'xshayapti-da, ash qizni to'y bo'lyapti bugun. Opa jicha adashdi. Shunaqa bir hayollari cheksiz tanishinglar bor emas. Tek ko'siz oyga chiqib oyog'ini sangullatib o'tirgisi kelib qoladi-yu. Mana shu menda ham borda bitta xuddi shunaqasimda o'tirib olib, meni ota-onam o'zi asli millionerlar. Faqat hozir meni sinashyapti-da bular. Haligi pul kelganda kibrga berilib, ana qo'yib ketmaslik uchun, boylikni ko'tara olmay qolmaslik uchun sinashyapti. Bir kun oz qoldi, surpriz qilishadi menga. Oy, sen O'zbekistondasan, unaqa surpriz bo'lmaydi. Bu bittadan bitta velosiped olsa ham bir pasdan maqtan. Ha, mancha yo'ludek, deb bir pasdan maqtan intervyu beradigan zamon bo'lyapti hozir. Hech kim bunaqa emas. Yo, oz qoldi oshna kunlarga ham aytamiz. Bir kallasiga kelib qoladigan hali haqiqat. Ne o'tirib siqilib olib, hali haqiqatligini bilib olib. Nahotki shu meni urug'imda mengacha mashincha odam yashagan bo'lsa, yetib pushtimda hech kim bir boy olishga harakat qilmagan, menga qolib ketgan. Tek qo'siz ashi bolalar mas, yaxshi taklif qilsa, ichki yom olib yoradigan bolalar. 1 soat ko'chaga chiqdim, mana qachon chiqdi. Ko'chaga chiqdim, aylangani bundan ichi loy ketdi. Men bitamtasi ko'p shashlik qilyapti, shekilli desam, yo'q. U chayagan bu, onasini ham bu. Maskalar o'zinglar bilib, hali koronavirusdan qolib ketgan maskalar ujugim etday maska sotayotganlar, ujaligini g'alati zakis mashinalarda yurib qolishdi boshqa. Ashunga mo 2 metr taqilgan maskam bor. Ko'p so'ramayman, iPhone 17 orange svetiga barter bor. Shu kerak bo'lsa tashlab beramiz, kelib keta olasiz. Men eplab durra qilib, eplab o'xshatib olaman uydan chiqmasdanmi buning. Va ertaga shab 12 bitta daraxt ekib qo'yamiz, o'zimni o'zim jinniga o'xshab o'rtaga chiqib turib, normalni o'pib ketam. Hammamiz ertaga chiqib bittadan daraxt ekib bersang, uni desam, mana maska sotayotganlar bugun ko'chatni qimmatlatishaveradi. Shu problemani ko'ryapman, kimga to'ngashni bilmayapman. Onasini raza gapirardim. Galichka ol dedinglar. Olib berdim galichka. Qulluq bo'lsinmi, qulluq bo'lsin. Конечно, qulluq bo'ladi. Kimga qulluq bo'ladi, menga bo'lmasdan. Hali ishkalga borganda so'mka ko'tarib turadigan bolalar ko'rganmisizlar? U odamlar aytara, bu ishi oson, yo'q. U ham oson ish emas, to'g'risi. Men shu paytgacha bitta kurtkani yo'qotib qo'ymaganman, telefonlar tushirib qo'ymaganman. U qo'qar ekan deb aytsa, yo'q, men prosta toqatim yo'q, yozuvchi, umuman urushib yozuvchi kelgan. Hali bor, Melizonada bir 12 ta xonaga kir. Pocherkim unik. Shuning uchun bunday radio bitta so'zsa ham oldim nimda qarayman, eng baquvvatini ko'rib turib, o'zing mo vujudi iqbolingga minasa deb so'kdi-da, sen bu yaralish tarixingga nimadir dedi-da, shu deb tura olaman to'g'risi. Men Jean-Claude Van Damme'dim to'g'risi-da, bolalar ham keladimda kelib, va ishkalo meni mana deb desa, sen o'zi ashnaqasan-da, o'zi sen jan unchalik emas, 15 ta kam ashnaqarasan deb qo'yaman-da, men uyga borib olib nima qilaman to'g'risi. Nima tez yuguraman, to tupiy mahallaga kirib bo'lsa, nima tosh yo'q bo'lsa, burchatgani ko'chirgunimcha tepalashaveradi, nima? Expecto Patronus deymanmi, Harry Potter singa cho'payish olib. Bu Ronaldolar ham odammikin o'zi yo bir g'alati anaqami, bu robot bu narsa o'ziga sayyo inoplanityannimi bu. Kecha urgan golni qaranglar, otamdan 3 sinf pastda o'qigan shu bolamda sal toshib, o'mbala qo'shib, bunday oyog'ini mayolab o'tib to'g'risi. Oldi 20 metrlik bolalar to'g'risi 15 santimetrga zo'rg'a sachrashyapti. U ujuz aylanib tepada. 40 netchiga ham kirdi-da, u bola o'zi bilmasam, hozir shunaqa yoshda-da, u bunday hozir o'lib qolsa, ana bola o'lib qopti, yosh ketibdi deyiladigan yoshda emas-da, ujuz tushunyapsizmi? Ashunda ham ujuz qaranglar, hali ham zerikmayapti-da. Oddiy gol urib qo'ysa ham bo'lardi, yo'q. Hali ham futboldan zerikmagan-da. Bizni bolalarni qaranglar, Realda bolalarini. 22 ta bola zerikib qo'ygan kecha.
Elchi Beybi degan komanda bilan kecha necha o'ynab berishdi? 2-2. 22 tasi hammasi zerikdi futboldan. Ronaldo zerikmadi, bular уже pensiyaga harakat. 900 mingta bo'ldik. Manaqasidan topdim endi. 900 mingta bo'ldik. Va nihoyat buni pensiyaga chiqaramiz. Men bu videoda Rossiyada oxirgi kunimda olyapman. O'zbekistonga borganda qo'yaman. To'shni O'zbekistonda bo'laman. Sen endi pensiyaga chiqding. Endi buni bu yerga biz boshqacha nishonlaymiz. Endi buni bu yerga to'shni uzoq-uzoqdan nishonlaymiz. Chunki kim qo'yibdi har 4 kunda 1 million bo'lishiga. Xullas, 900 mingtaga yetib keldik. Va nihoyat va bu 6 oy muddat ichida. Hammalarga rahmat aytaman to'g'risi, chunki juda endi ko'pchilik uzoqda erishadigan narsaga biz mehnatimiz balki endi omad to'shni, balki emas, to'shni omad kelganidan ham shunaqa erta erishdik. Hammalarga rahmat, yer yuzi xalqi nomidan o'zimga baxt tilayman. Sizlarga ham mayli baxt tilayman. Samolyotda kelishda menga birinchi yoqmagan narsa, men 8 kilo ruchnoy bilan yurdim, bagaj olish esdan chiqib qoldi. 3 kilo oshiqcha chiqib qoldi. 3 kilo oshiqcha. Endi o'zinglar 8 kiloga sig'madi. 3 yil Rossiyada yurgan odam 8 kilo, g'am tashvishini o'zi ham 8 kilodan ko'p bo'ladi-da. Qanday 8 kilo sig'diram? 3 kilo oshiqcha sig'ib qoldi. Men pul to'ladim mashinga. 3 kiloga, ishonasizlarmi? 3 kiloga pul to'ladim. Oldimda bitta 100 kilolik aka men bilan uchdi. 100 kilo. Men 60 kiloman. Mendan oshiqcha 40 kilosi bor. Aka pul to'lamadi 40 kilosiga. Tushunyapsizlarmi? Samolyot akani 40 kilosi bilan tushib ketishi mumkin emas ekanda, men o'zimni 3 kiloyim bilan qulatib qo'yaman ekanda, yerga sanchib qo'yaman ekan samolyot. Bu nima degan narsa? Xuddi haligi opa derazani tagida o'tirib ol, joy bermaydigan opa yana uchrashdim. Men yaqinda rekord qo'yaman, g'amgin uchish bo'yicha. Uka biz birinchi qilyapmiz, dashida keta oling deydi. Chiqmay qo'ya olmaysizmi? Piyada ketmaysizmi mashina o'rniga? Siqilib uchdim hali. Samolyot qulab tushishini umuman o'ylamayapman. Naborot qulab tushsa ham ona opa ham birga ketadi men bilan deb ashini o'ylab keldim mashalani. O'zi yer yaxshimisan, charchamayapsanmi? Ona orqasida rezinkasi bor, snacha henzi o'ynaydigan Nokia'ni tashlaydi, telefon olgani keldim, olsang ko'rsataman narxlarni, ishonchga kelganman, qarab tur. Mana shu telefonlar, polni hammasi olib ketyapti telefonlarga. Mana ular ayniqsa nech qiladi? iPhone'lar 16 milliondan 13 million 440 ming so'm bo'lgan. Honor'lar 5,5 milliondan 4,5 million so'mga tushgan. Keyin muddatli to'lovlari ham bor, 3 oydan 12 oygacha. Polni muddatli to'lovlar ham bor ekan. Mana ular ko'rsang, shuni polni maillar, qada ko'rsan ham bunaqasini. Televizorlar ham polni ketar ekan. 1100 top ketdim o'zi ham. Kimga Feruzbek kerak bo'lsa, mana shu top ketdi. Shunaqa o'zing bilasan, O'zbekiston bo'yicha tikanidan ham ko'p filiallari bor, bemalol chiqib sharoitga qarab, muddatli to'lovga ham, narxga ham. Endi nima? Didi deb qo'y. Men hozir elslardan ko'rib hozirgi qizlarga qanaqa bolalar kerakligini tushundim, sizlarga ham tushuntirib berdim. So'kinmasdan juda qiyin bo'ladi hozir. Xullas bola oyligi bor-ku, oyligidan 3 barobar ko'p pulni u qizga berib turish kerak har oyda. U qiz nimaga kerak pulni o'zimiz topsak deb fikrlay olish uchun, ishga chiqmagan holda, eng qizig'i, ishga chiqmasdan qizga vaqtini sarflab, Instagramdan tashlagan har bitta videosini ko'rib, rostdan zo'r ekan deb qizil serdechka bilan atvet qilib turish kerak ekan. Instagramga kirmagan holda. Bu Instagramga kirsangiz bo'lmaydi ekan. Qizlarni ko'rib bersa ekan haligi. U bolani ota-onasi bo'lish kerak ekan, va ayasi обязательно emas ekan. Ayasi bo'lsa ham shu yaxshi ko'rish kerak, deta bir geografiya ustozini uruvindanmi, bahchapasini uruvinde yaxshi ko'rish kerak ekan. Ular qattiq yaxshi ko'rish ham mumkin emas ekan. Shu endi men bir paytlar qiz bolalik bilan shug'ullanib, hozir aya nomiga chiqqan onalardan so'radimda, mana shunaqa bolalar bormi o'zi rostdan desam, yo'q, unaqa bolalarda abort qilamiz dedi. Shuning uchun qizlar u osmonga tupurib peshonaga tushirish to'xtatinglar, yo'q ekan unaqa bolalar. Men O'zbekistonga kelib bitta narsani sezdim, sizlarga bilmayotgandir, havodagi changlikni bor, aeroportdan tushib biladim. Endi yangilik kanallarda ham kelyapti, havo iflosligi yo'yapti. Endi bitta menga kelmayotgandir, sizlarga ham kelyapti. Men endi o'zim mana kichkina media miyam bilan tafakkur qilib ko'rdimda, baribir bilasizlar, hayotda ham yashashdan maqsadim hali kechqurun uxlab ertalab turishdan boshqa maqsadlarim ham bor-ku. Shuning uchun shunday tafakkur qilib ko'rsam, mana to'kilayotgan baklar bor-ku, aslar mana daraxtni barglari. Aslini kim yaqyapti? Men tushunmayapman. 3-4 ta joyda ko'rdim, shunday yaqib turib o'zicha uyga kirib ketadi. Men hidamayman-ku, baribir deb turib kirib ketadi. Tashqaridagilarga ziyon. U sizlarning uylarga ma'lum bir prosent kiradi, uylarga Filippindan tushmasa kerak, to'g'rimi? Shuni yaqib qo'yib, uchi men hozir bugun o'qidimda o'zimcha. U qolib ketgani naborot o't bo'lar ekanda, foydaliroq bo'lar ekan. Tim bo'lib, shaharda ichida rosa romantikniy bo'lib qoladi, bilasizlarmi haligi? Jonim deb qo'shiq aytadigan akalar klip olsa bo'ladigan palajeni o'lyapti, ular yaqib o'ynayapti. Shuni yaqib aylaylik, iltimos.
Xullas, men poytaxtga oldim, masalalarga, mamaylarga, o'nellarga, mamallarga o'zim qarab turadigan bo'ldim. Masjidda istiqomat qilib turaman, masjidni o'zim obodonlashtirib, ko'chalarimizni olashtirib. Mana katta chimichim mana. To'g'ri, sinos tushiraman. Hazil. Ya, kelib qolmaylar bu. Bitam kattaroq odam jo'sa. Ammo tez yuguraman. Xullas, poytaxtdamiz. Haligi holani sizlar ham ko'ryapsizlar, dunyoda birinchi o'la tug'ilgan hola bor-ku haligi. Har doim o'chir topib ketgan hola bo'ladi-yu, bilasizlar. Birinchi marta borayotgan joyda ham turib olib, uka biz masjidga yedik, jichanandiroq o'tib turdik, nimcha deb turib oladi-yu. Bilasizlar, muhtash hola. Haligi u hola mana bitta o'zi o'tib ketsa, mayli, bitta o'zi o'tib ketsa, yer yuzida sizdan tashqari hamma aholini ash o'chib ketadi. Biz bilanidik-ku, voy, hop deng, masjidda turuvdik biz biladi. Hammani kirgizib yuboradi, bittasi qolib ketaverasizmi hali. Holada ovoz ham bilsanglar, agar mesela aeroportda turib oladigan bo'lsa, bunday unini chiqarishda boshlaydigan bo'lsa, aeroportdan turib vokzalga yetishtirib qo'yadi. Hola umuman farqi yo'q. Baqirayotgan opa ham qolib ketib qoladi. Shunaqa qattiq baqiradi, haligi agar Xudoga ko'rsatmasin, oldirag'ida bo'lib qolsa, shu baqirgani qulog'ingizdan keladi, ko'zingizda error degan yozuv chiqib qolguncha baqiradi. Erkak ayol farqi yo'q. Xullas holat, sizlar ham ko'rgansizlar. Xullas men o'zimni haligi qo'ybaqib yurgan zakanim oldiga keldim. Hech kim obodonlashtirmay qo'yibdi bu yerda. Men masjidni qo'ylarim bilan obodonlashtirib yurardim. Mana masjid zakan. Men yo'q, mana qo'g'oladi, biroq termay ham qo'yibdi. Yoshlar terib, tomyab quritib yaxshilar bo'ladi, bemalol sifatli tutun hosil qilasizlar, xolos. Nimaga qizmayapsizlar sizlar bilmayman. Pashalari bilan turib bechoralar bitta ham qolmas senasa mollarini ham urib yuborardi, qamishlarini ham qo'shib. Unaqa voy, bajaram ishib ketgan, uxlor, xamirni singari cho'kib ketdim o'zi ham.